Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa bugun sizlar uchun bir chiroyli bitta video qilamiz. Qiziqarli. Xudo xolasa kimdir shu videoni ko'rib uyda yasamoqchi bo'lsa, lesalar uchun g'ildirali oyoq. Hozir qanday yasadik? Bafurcha chiroyli qilib tushuntirib o'tamiz. Hozir bu bo'yi 1 metr lesamiz teskari turgan holatda, oyoqlari tepa tomonda. Biz bozordan akalar bunaqa g'ildirak sotib oldik. G'ildirakga keyin qo'shimcha bozordan planka olib 40 turba ham sotib oldik. Odatda hamma lesalarda oyog'i stoykasi 32 turba bo'lsa, biz 40 turbadan sotib oldik. Чтобы kiydirib chiqqanda splashnoy yaxshi holatda kirib chiqadi. Keyin bu 40 turbamiz uchun 10 svelo teshib olib, gaykani spesial mana bunaqa uzunidan qo'ydik. Bunaqa kaltasidan qo'ymadik. Sababi kaltasidan bunaqa kalta gayka qo'yadigan bo'lsak, bunaqa boltlari tez tushib, tez yo'qoladi. Shuning uchun bunaqa uzunidan tanlab qo'ydik. İşte bunu boltni bo'shatganda ham oxirigacha bo'shamaydi, tez yo'qolmasligi uchun. Xudo xolasa bolt oz qoldi. Boltlarni kiydirib sukirishni olib qatirib qo'yamiz. Akalar, bu odatda bizda sotuvda bo'lmaydi. Bunaqa g'ildirakli oyoqlar. Vaqt ajratib klientlarimizga qilib beryapmiz. So'ragan. Hozir bu lesamizni tiklab, ustiga paddonni qo'yib ko'rsatamiz. Mana hozir to'g'rilab oldik lesamizni. Bo'ldi, qo'yadi. Mana tayyor, xudo xolasa. Tekis stechkalarda, masjid qurilishlarida, ichkarilarda lesani 3-4 bo'y tiklab, shunaqa g'ildiraklardan oyog'iga lesani kiydirib olib foydalanishyapti. Bizda yana sotuvda lesa Apolovga bor. Ekranga nomerimni qo'yib qo'yaman, shu nomerda Telegram, WhatsApp bor. Lesa Apolov kerak bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Manzil Andijon viloyati Asaka tumani. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lmasdan kuratganlar obuna bo'lib qo'yasizlar.